O'zimizda jamiyatda ayollarni roli bo'lsin dedik. Rolga ham o'tirib bu xotinlar. Mana hozir baribir ham ko'ryapmiz mashina mingan ayollarni. Mana mashina bormi? Mashina mingan ayollar bormi? Kimda mashina bor? Oho, qanaqa mashina opa? Sizda mashina bormi? Ko'plik. Kim bergan? O'ppa o'zim. Ancha chekyapti, o'ppa o'zim. Buni adabiychasi prozum bo'ladi. Mana ayollarimiz mana hozir xotiniga mashina sovg'a qilish bo'ldi hozir ko'ryapsizlarmi? Ha? Yana ashula aytib turibdi, kalit topshiryapti. Bu yurak seni izlar hamon. Telbalarcha sevdim ey yaram. Kalit versa ayolim kalit olib. Kutma keldi. Voy katta Minishga o'zi o'rgatyapti. Xotin bir oydan beri gaz bilan tormozni barqay bormayapsan barakat topib. Mana gaz, mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz. Siz xalaq qilyapsiz menga. Siz uyda o'tirib men normali haydayman mashinani. Men baliqchilik quruqdan sizga video qilaman. Mashinani haydab chiqib ketibdi, uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Bir payt radioda e'lon ketib qoldi. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'ling, shaharda bitta ahmoq streshni yuribdi. Qo'rqib ketib xotirga telefon. Hali xotin qayerdasan? Ko'chadaman. Hozir radioda eshitib qoldim, shaharda bitta ahmoq stresh yurganiga ehtiyot bo'l. Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq.